Kechki ovqat sog'lom turmush tarzining muhim qismidir. To'g'ri tanlangan kechki ovqat uyqu sifatini yaxshilaydi, ovqat hazm bo'lishini yengillashtiradi va ortiqcha vazn yig'ilishini oldini oladi. Kechki ovqatni juda kech iste'mol qilish oshqozonga yuklama beradi va uyquning buzilishiga olib kelishi mumkin. Odatda uyqudan 2-3 soat oldin ovqatlanish foydaliroqdir. Yengil ammo to'yimli taomlarni iste'mol qiling. Bularga qaynatilgan yoki bug'da pishirilgan baliq, tovuq go'shti, sabzavotli salatlar, tvorog yoki qatiq, tuxum, dukkakli mahsulotlar. Eng to'g'ri tanlov sabzavotli salat va qaynatilgan tovuqdir. Kechki ovqatning foydalari: ovqat hazmni yaxshilaydi, uyqu sifatini oshiradi, ertalab yengil uyg'onishga yordam beradi, vazn nazoratini qo'llab-quvvatlaydi, organizmni kerakli oziq moddalari bilan ta'minlaydi. Maslahat: kechki ovqatda oqsil va sabzavotlarga ustunlik bering, uglevod va shirinliklarni esa kamaytiring. Bu sog'lom tana va yaxshi uyqu uchun foydalidir.